Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi mebel jihozimizni topshirdik. Salonimizni xonasiga. Kravatimiz ham 1 ga 2.10 bo'ldi. Matrasi. Tremoyimiz atrofi. Vakuum petlalaridan foydalanganmiz. Ledlarimiz pultli. Tagida tortmalari bor. Tortmalari ham vakuumli. O'rtaga har xil narsalar, so'yilgan narsalar qo'ysa bo'ladi. Bu yerda kiyimi, shu o'zim kiyimlarga partasini обычный qilganmiz. Tagiga led qo'ydik. Rosa shu dars qiladigan joyiga tushadi bemalol. Bezruchka qildik batini. Vakuum seyfi bor, faqat ключ bilan ochiladi. Tepalari push mexanizm. Tumbuchkasi bor. Tumbuchkasi ham vakuum. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.